Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. Men Deno tadbirkorlik va pedagogika instituti axborot texnologiyalari kafedrasi o'qituvchisi Haqberiy Bahrom Bobonazarichman. Bugungi ma'ruzamiz umumiy ta'lim maktablarida raqamli dunyoni o'rganish ko'nikmasini rivojlantirish bo'yicha bo'ladi. Ma'ruzamiz mavzusi esa raqamli muloqot va netiket qoidalari. Ushbu ma'ruzamizni quyidagi reja bo'yicha amalga oshiramiz. Raqamli muloqot birinchisi, ikkinchisi onlayn muhitda to'g'ri muloqot qilish tamoyillari va uchinchisi internetdan foydalanish etiket qoidalari. Marhamat. Etiket so'zi ma'lum bir jamiyatda qabul qilingan va shakllangan xulq-atvor, odob-axloq qoidalarini bildiradi. Bugungi kunda odob-axloq qoidalari odamlarning kundalik hayotidagi, xizmatdagi, jamoat joylari va ko'chada ziyofat va turli tadbirdagi xatti-harakatlarni tasvirlaydi. Barcha sohalardagi kabi internetda ham etika qoidalariga rioya etish talab etiladi. Fanda esa internet etikasi netiket tushunchasi bilan ta'riflanadi. Internetda aloqa qoidalarini quyidagicha tushuntirish mumkin. Like va repostlardan ehtiyot bo'lib foydalanish kerak. Ikkinchisi, o'zingizni tanishtirish kerak va begonalarga albatta siz deb murojaat qilishimiz kerak. Uchinchisi, avtomatik belgilarga ishonmang. Va asosiy jihat, to'rtinchisi, caps lockdan ortiqcha foydalanmang. Raqamli muloqot deyilganda, bu axborotni raqamli texnologiyalar, ya'ni kompyuterlar, mobil qurilmalar, internet, raqamli tarmoqlar orqali uzatish va olish jarayonidir. Oddiy qilib aytganda, bu odamlar o'zaro raqamli vositalar orqali bog'lanishi demakdir. Raqamli muloqotga quyidagilarni misol qilib aytishimiz mumkin. Birinchisi, elektron pochta, ya'ni email. Ikkinchisi, ijtimoiy tarmoqlar. Bu yerda Facebook, Instagram, Telegram, TikTok va hokazolar nazarda tutiladi. Uchinchisi, video qo'ng'iroqlar, Zoom, Skype, Google Meet va hokazolar. To'rtinchisi, matnli xabarlar, SMS, WhatsApp va messenjerlardagi xabar jo'natish jarayonlari. Beshinchisi, bloglar va veb-saytlar orqali fikr almashishlar. Oltinchisi, onlayn forumlar va sharhlar. Raqamli muloqotning xususiyatlarini quyidagicha ko'rishimiz mumkin. Birinchisi, tezlik, ya'ni xabarlar bir zumda yetib borishi nazarda tutiladi. Qulayligi, istalgan joydan va istalgan vaqtda aloqa qilish imkoniyatining mavjudligi. Uchinchisi, multimedia imkoniyatlari, ya'ni matn, rasm, video, ovozli xabarlarni uzatish imkoniyatlari. Va albatta to'rtinchisi, saqlanishi, yozishmalarni keyinroq ko'rish yoki qayta o'qish imkoniyatlari. Raqamli muloqotning ahamiyati quyidagicha ta'riflashimiz mumkin. Ta'limda, ya'ni bizning respublikamizda ta'lim jarayonida masofaviy o'qitish yoki masofaviy o'qishdan, onlayn kurslarda raqamli muloqotlardan foydalanish imkoniyati to'la-to'kis yaratilgan. Biznesda, ya'ni mijozlar bilan aloqa qilishda va reklama roliklarini va mahsulotlarni reklama qilishda raqamli muloqotdan foydalanish imkoniyati bor. Kundalik hayotda va axborot almashuvida raqamli muloqotning ko'pgina ahamiyatlarini e'tiborga olsak bo'ladi. Internetdan foydalanish etiket qoidalari bu biror bir muhitda madaniyatli, hurmatli va mas'uliyatli tarzda muloqot qilish hamda axborotdan foydalanish bo'yicha odoblilik me'yorlaridir. Bu qoidalar netiket deb ham ataladi. Demak, bu so'zimiz internet va etiket birikmasidan olingan. Etiket qoidalariga quyidagilarni misol qilib aytishimiz mumkin. Birinchisi, boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo'ling. Ya'ni onlayn bo'lish bu so'zni mas'uliyatsiz gapirishga haqqingiz bor degani emas. Fikr bildirayotganda hamisha odob bilan muloyim bo'lishimiz kerak. Hech kimni, demak, internet tarmog'ida kamsitmaslikka, haqorat qilmaslikka
va boshqa salbiy holatlarga yo'l qo'ymasligimiz kerak. Shaxsiy yozuv odatiga amal qilishimiz albatta kerak bo'ladi. Ya'ni to'g'ri imlo, punktatsiya va tushunarli iboralardan foydalanishimiz kerak. Juda ko'p emoji va katta harflardan va boshqa so'zlarni takrorlashdan saqlanishimiz kerak. Bu noto'g'ri talqin qilinishi mumkin. So'zlar aniq, qisqa va mavzuga oid bo'lishi kerak. Uchinchisi, shaxsiy va boshqalarning maxfiyligiga rioya qilish. Ya'ni o'zingiz va boshqalarning shaxsiy ma'lumotlarini oshkor qilmang. Boshqalarning fotosuratlarini yoki yozishmalarini ruxsatsiz tarqatmang. To'rtinchisi, mualliflik huquqini hurmat qiling. Internetdagi matn, rasm, video va musiqa materiallarini ruxsatsiz ko'chirmang. Boshqa birovning ishini ishlatsangiz, manbani ko'rsating. Beshinchisi, spam va yolg'on ma'lumot tarqatmang. Ya'ni keraksiz reklama, yolg'on xabarlar, ya'ni fake xabarlar yoki virusli havolalarni yubormang. Har qanday axborotni tarqatishdan oldin uning haqiqiyligiga albatta ishonch hosil qiling. Oltinchisi, onlayn guruhlarda odobni saqlang. Ya'ni forum, chat, Telegram guruhi yoki ijtimoiy tarmoqlarda mavzuga oid fikr bildiring. Yozishuvda boshqalarga o'rin bering. Doimo tartib saqlang. Kerakli joyda salomlashish, rahmat aytish va uzr so'rashni unutmang. Yettinchisi, har kim internetdan foydalanishni o'rganayotgan bo'lishi mumkin. Ya'ni yangi foydalanuvchilarga sabrli bo'ling va ustidan kulmang. Ularni tushuntirish orqali qo'llab-quvvatlang. Xulosa qilib aytganda, internetda ham real hayotdagi kabi odobli bo'lish zarur. Hurmat, diqqat va madaniyatli muloqot bu internetning xavfsiz va foydali bo'lishini ta'minlaydi. Hurmatli tinglovchilar, e'tibor uchun katta rahmat.